Assalomu alaykum azizlar. Mana biz Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti turizm ishchi guruhi prezidentimizning 135-sonli qarorlariga muvofiq o'zimizning universitetimizga biriktirilgan Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida turistik salohiyatni yanada oshirish bo'yicha yetib keldik va bizning ziyoratimiz Yangiqo'rg'on tumanidagi bog'dorchilikka bo'ldi. Bu yerda LLC qo'shma korxonasi mavjud ekan va Said Ahmad uning mudirlari. Eng qiziqarlisi, Said Ahmad o'zbekistonlik emas, albatta Falastin davlatidan kelib, mana shu yerda o'zlarining qo'shma korxonalarini tashkil qilganlar va necha yillardan beri faoliyat yuritadilar. Va yana bir muhim joyi, muhtaram prezidentimiz shaxsan o'zlari bu yerga tashrif buyurganlar. Hozirda biz Said Ahmad bilan intervyu o'tkazmoqchimiz, o'zlaridan so'rab bilsak. Assalomu alaykum Said Ahmad. Va alaykum assalom akhi. لقد تشرفنا برؤيتك ومعرفتك. الشرف لنا الله يسعدك. الله يبارك فيك. لقد نورتونا منجان جميعا واهلا بكم في مزرعتنا ومزرعتنا مفتوحه لكم 24 ساعه في الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شرف لنا ونور لنا اخي الحبيب. شكرا لك. السؤال الاول، متى تم تأسيس هذه المزرعة؟ تم تأسيس هذه المزرعة في 2020. 2020. نعم. ولقد قام فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان بزيارة رسمية إلى هنا، صحيح؟ نعم، قبل سنتين أو 3 سنوات لقد قام رئيس جمهورية أوزبكستان بالزيارة إلى هنا. كيف كانت الانطباعات عندما أتى لقد رئيسنا؟ أعجبه الوضع وكان ممنونا منا. إن شاء الله إن شاء الله. Va eng qiziqarlisi, Said Ahmad o'zbek tilini ham juda yaxshi biladilar. 2 yil shu yerda bo'lishlariga qaramasdan o'zbek tilida bemalol erkin suhbatlasha oladilar. Shunaqa emasmi Said Ahmad? Albatta. Bizga hozir o'zbekchada mana shu bog' haqida, bu yerda necha turdagi mevalar yetishtirilishi haqida ma'lumot bersangiz xursand bo'lardik. Şimdi bizim bağımız 2020 yılda kurulgan. Şimdi bu yerde hazırki bağ 100 hektar, yani tepe bağ var. Aşıcı'da hem 200 hektar var, 300 hektarlığımız var. Bu yerde gilas, olma, orik, şeftali, siliva, 5 xil sortumuz var. Onları her bir tesinden tahminen 50 hektar, 100 hektar var her bir sorttan. عجيب عجيب. وكما قلت قبل قليل أخي الحبيب، هذه الأرض سميناه ملتقى العلم والابتكار، وما رأيك بها وكيف انطباعاتك من مستقبل هذه المزرعة؟ نعم، إنها مزرعة العلم والابتكار، وأعتقد أنها انطباع جيد وجيدة بجميع الأحوال. بجميع الأحوال مثلا يوجد لدينا الشجر إنه جيد ويثمر لنا كل شجرة قرابة 20 أو 30 كيلو من الفواكه. نعم. الله يبارك فيك أخي الحبيب. شكرا لك لقبولك لتسجيل المقابلة. شرفتنا ونورتنا. الشرف لنا. شكرا. مبتهجون برؤيتك ومعرفتك. السلام عليكم. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.